Bo'ldi, yechindimi sen? Stress oxirigacha olaylik. Senga ham to'ydan oldin menga nimalar va'dalar bergandingsan? To'ydan keyincha hamma ishlaringizni o'zim qilaman. Kirlaringizni ham o'zim yuvib beraman. Kirlarim yuvib berasiz. Muncha zo'r. Bunda qara oq futbolka bilan qarashimni aralashtirib yuvgansan, bu kulrang bo'lib qolgan. Nima qilib bilib o'tiribman rangi chiqib ketishini? Sen bilmaysan-a? To'ydan keyincha sizni ishga mehr bilan kuzatib qo'yaman. Atrofingizda girda kapalli bo'laman, parvona bo'laman. Girdi kapalaring zo'r-ku. Nozan bo'pti, men ko'chaga ishlar bilan ketdim. Eshitdingmi? Eshitdingmi? Atrofingizda girdi kapalak bo'laman, sizga mehr beraman. Kirib olib faqat xor uxlagan. Mayli, men bora qolay uyga. To'xtang, men sizga fast'en chaqirib beraman. Yo'q, shart emas. Fast'en boshqa taksilarga qaraganda ancha arzonroq va qulayroq. Ishga, uyga, yumushlarga, istalgan manzilga fast'en bilan har doim qulay. Ana keldi. Bekorga ovora bo'ldingizda piyoda borardim. Bu issiqda ovora bo'lib yurasizmi? Fast'en bilan tezroq va qulayroq borasiz. Rahmat. Hayotda men oyim bilan borib kelsam maylimi? Bo'ldi, men senga hozir fast'en chaqirib beraman. Rostdan chaqirib berasizmi? To'ydan keyin meni odatlarim o'zgarmagan, sen o'zgargansan. Men tilla odamman. Mana? Ha, shunday. Keldi, bor ket.